umra yoki haj ibodatiga piyoda yoki velosipedda borsa bo'ladimi? Bemalol borsa bo'ladi aslida, lekin boshqa bir qoidalar, shartlar bor. Tavsiya qilinmaydi, hatto qaytariladi. Internet orqali bir savol kelgan ekan. Umra yoki haj ibodatiga mana shu ibodatni amalga oshirish uchun piyoda yoki velosipedda borsa bo'ladimi? Buni o'zi hukmi qanday degan savol kelgan ekan. Bemalol borsa bo'ladi aslida. Ya'ni mana shu ibodatlarni amalga oshirish uchun, ado qilish uchun piyoda bo'ladimi, velosipedda bo'ladimi yoki ulovni boshqa bir turida bo'ladimi? Umuman olganda hech qanday bunga to'sqinlik yoki qarshilik yo'q. Lekin boshqa bir qoidalar, shartlar bor. O'sha shartlarga piyoda boruvchi ham amal qilishi kerak, ulovni har qanday turida boruvchi odam ham rioya qilishi shart. O'sha shartlar topilmasdan turib bu ibodatlarga kirishish ulamolar tomonidan tavsiya qilinmaydi, hatto qaytariladi. Xo'p, birinchi mana shu ibodatni bajarishda niyat to'g'ri bo'lishi kerak. Ya'ni Allohning rizosi uchun mana shu ibodatga kirishish kerak. Ulovda yoki piyoda borayotgan odam o'zini boshqalarga tanitish uchun yoki kuchini isbotlash uchun yoki yana bir o'sha piyoda yurib xayr va ehsonlar to'plash uchun yana bir aldoqchiliklar yoki boshqa bir holatlar bo'ladigan bo'lsa, bundan shariatimiz, ulamolar qattiq qaytaradi. Niyat xolis bo'lishi kerak. Ya'ni Allohning rizosini istab mana shu ibodatga kirishish kerak. Mayli u imkoniyati bordir, yo'qdir, imkoniyati yo'qligi sababidan piyoda borayotgan bo'lsa, hech gap yo'q. O'zini kuchini bir ko'rish sifatida borish ham mumkin. Unga ham hech qanday to'sqinlik yo'q. Lekin niyat buzuq bo'lsa, ya'ni Allohning rizosidan boshqa bir niyatlar uchun chiqayotgan bo'lsa, mana shundan qaytariladi. Bu birinchi shart. Ikkinchi shart, o'sha ketayotgan, ibodatga ketayotgan odam ketishdan oldin agar bo'ynida qarzlari bo'lsa, muddati kelgan qarzlar bo'lsa, o'shalarni ado qilmasdan turib keta olmaydi. Agar muddati kelmagan qarz bo'lsa, unda o'rniga vakil tayinlashi kerak va o'sha vakilga to'lashi uchun bir imkoniyat hosil qilib berib ketish kerak. Misol uchun deylik, meni kimdandir qarzim bor. Abdulla akadan qarzim bor. $10,000 qarzim bor. Hali muddati 1 yildan keyin to'lashim kerak. O'g'limga aytishim mumkin, o'g'lim, mabodo men qayta olmasam, mana bu mashinam, mana shu Abdulla akadan qarzim bor, o'sha mashinani sotib, uni joyiga qo'yib qo'y, qarzni to'lab qo'y deb vakil qilib ketsam bo'ladi. Lekin bugun ketmoqchiman, kecha o'sha meni qarzimning muddati tugab bo'ldi. Unday holatda men qarzimni to'lamasdan ketmasligim shart. Bu ikkinchi shart. Uchinchi shart, men o'sha oila nafaqasi bo'ynimda bo'lgani uchun men borib kelguncha bo'lgan muddatda, misol uchun 15 kunga ketamanmi, 1 oyga ketamanmi, 6 oyga ketamanmi, 1 yilga ketamanmi, farqi yo'q. Qancha muddatga ketsam, o'shancha muddatda nafaqai ro'zg'or, meni zimmamdagi vazifalar boshqalarga o'sha og'irlik bo'lmasi kerak. Men uni ta'minotini qilib, undan keyin ketishim kerak. O'zimning vazifalarimni kimgadir yuk qilib yuklab, uni roziligi bo'lmasdan, uni o'sha bunga malollanib, misol uchun oilamning nafaqasini, ta'minotini qilmasdan ularni bir og'ir sharoitda tashlab ketib, ular qiynalib qolib, yeyishdan, ichishdan tilamchilikka chiqadigan holatgacha tushadigan bo'lsa, unda men uchun bu narsa juda qattiq o'sha gunohga kiradigan holat bo'lib qoladi. Mana shu shartlar bajarilsa, bemalol piyodami, ulovdami, ulovni qaysi turidan qat'iy nazar umra yoki haj amalini bajarishi mumkin. Eng asosiysi niyat to'g'ri bo'lsa bo'ldi.